Obunachilarimizdan kelgan savol. Qonim kamayib ketyapti. Ukol va tabletkalar ham yordam bermayapti. Nega? Qon kamayishining bir qancha belgilari mavjud. Holsizlik, charchoq, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashishi, terining oqarishi va nafas qisishi bilan namoyon bo'ladi. Nega dori vositalar bu bemorimizga yordam bermayapti? Qon ko'paytiruvchi dorilar faqatgina anemiya to'g'ri tashxis qo'yilgandagina samarali bo'lishi mumkin. Quyidagi hollarda dorilar ta'sir qilmaslik sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, yashirin qon ketishda, ya'ni oshqozon ichak sistemasida qon ketishda. Ikkinchisi, temir va vitamin B12 yoki foliyaviy kislota yetishmovchiligida. Uchinchisi, suyak iligi kasalliklarida. To'rtinchisi, surunkali infeksiyalar yoki buyrak kasalliklarida bo'lishi mumkin. Qanday choralar ko'rilishi kerak? Umumiy qon tahlili, ferritin, B12 va foliyaviy kislota tahlilini tekshirish zarur. Oshqozon ichak traktini tekshirish zarur. Shifokor ko'rigidan o'tish albatta kerak. Davolash shaxsiy xususiyatga ega. Temir yetishmovchiligida temir preparatlari, B12 yetishmovchiligida B12 ukollari, foliyaviy kislota yetishmovchiligida foliyaviy kislota tabletkalari berish zarur. Surunkali kasalliklarda asosiy kasallikni davolash zarur. O'z-o'zini davolash xavfli. Faqat shifokor tavsiyasiga amal qiling. Bu videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Foydali ma'lumotlar ko'proq insonlarga yetib borsin.